Toshkentliklar 59 yil avval qiyomat qoyim boshlamoqda deb o'ylashgan. Bunga birinchi sabab albatta zilzila. New York Times 66-yil 19-yil tarqatgan bitta xabari bor. Unda Toshkentda 83 kun ichida 600 ta zilzila bo'lgani haqida yozilgan. Bu kuniga kamida 7 marta yer qimirlab turgan degani. 66-yil may oyida Moskvadan kelgan bir muxbir Sharof Rashidov bilan gaplashib o'tirsa, O'zbekiston rahbari o'zining gapini faqat bir marta yer qimirlayotgan shekilli deb to'xtatgan ekan. Keyin o'sha muxbir Toshkentliklar eng kuchli zilzilani ham sezgan bo'lib qolishibdi. Bali bilan aniq aytib berishyapti deb yozgan. Bu yuzlab zilzilalarning bir nechtasi 6-7 balli bo'lgan. Masalan, boshqa bir moskvalik muxbir 8-mayga o'tar kechasi bo'lgan 6 balli zilziladan keyin Toshkentda uysiz qolganlar soni yana 12 ming kishiga ko'paydi deb xabar bergan. 24-may kuni ham yana bitta kuchli zilzila bo'lgan. O'sha zilzilaga guvoh bo'lgan moskvalik jurnalist hayotimda 5 sekund hech qachon bunchalik uzoq davom etmagandi deb yozgan. Shunaqa qilib zilzila Toshkentliklar qiyomat boshlamoqda deb o'ylashiga birinchi sabab. Lekin u yagona sabab emas. Abdulla Qahhor 1966-yil 16-iyunda chiqqan maqolasida shunaqa deb yozadi. Salkam bir oy ichida osiy bandalarga qiyomat yaqinligidan darak beruvchi 3 hodisa ro'y bersa-ya. Birinchisini aytdim. Ikkinchisi dovul. 5-may kuni Toshkentga shunaqangi dovul yopirilganki, daraxtlarni ildiz bilan qo'porib tashlagan. Uncha devor yemadarga. Uchinchi hodisa haqida Abdulla Qahhor bundoq deb yozadi. Zilzila bilan bo'ronni bir-biriga bog'lab, qiyomat vahmiga tushgan qari-qartanglarni yig'latib, shu kunlarda oftob tutilmasa nima ekan? 1966-yil 20-may kuni quyosh ham tutilgan. Toshkentdan qaraganda quyosh 82% ga to'silgan. Bu salkam 3 soatcha davom etgan. O'sha vaqtda yer ham qimirlagan bo'lsa kerak. Tasavvur qiling. Yer qimirlayapti. Tashqarida kuchli shamol va xuddi shu vaqtda quyosh ham tutilyapti. Odatda bu faqat Gollivudda apokalipsis mavzusidagi fantastik filmlarda bo'ladigan manzara. Shuncha ish ustiga Toshkent yana mish-mish kentga aylanib ketgan. Toshkent 2 metrga cho'karmish, Toshkent tagida dengiz bor ekan, O'zbekistonda yangi vulqon chiqibdi, shunga yer qimirlaganmish, bundoq ekan degan gaplar. Xudoyber To'xtaboyev o'shanda mish-mish har qanaqa zilziladan yomonroq ekan deb yozgan. Rasmiylar odamlarni tinchlantirishda huquqidan keyin hamma ish qilgan. Masalan, O'zgidrometrdan kecha bo'lgan bo'ronli zilzilani bo'ronga aloqasi yo'q degandek raddiyalar berilgan. Lekin kuniga kamida 2-3 mahal yer qimirlab tursa, har qanaqangi raddiya ham bir pul. Eng kuchli propaganda ham yordam bera olmaydi. Odamlar o'z-o'zidan vahimaga tushadi, vasvasaga tushadi. Xususan qiyomat boshlamoqda deb o'ylashi ham tabiiy. Menimcha hatto hozir ham shunaqa fikrga borgan bo'larman-da. Qizig'i Toshkent 1966-yili shu zilzilagacha ham butun dunyoga tanilib bo'lgandi. O'sha New York Times ham o'shanda yer qimirlashigacha ham Toshkentni rasm yozgan. Lekin endi bu boshqa bir video mavzusi.